Menda bitta savol bor. Men o'risga o'xshaymanmi? Yoki rus millatiga mansub odamga? Nimaga unaqa savol berayotganimning sababi, bugun men kapuchino olishga bonga kirdim-da. G'aznani oldiga borib turganimda, kassani oldiga, o'sha yerda bond ishlaydiganligi ham tushunarli bo'lishi uchun. O'zbek qiz turibdi va mendan so'rayapti, "Что будете заказывать?" deb. Men boshda tushunmay qoldim, lekin tez javob berish uchun "Маленький kapuchino" dedim. Keyin qarab turibman, o'zbek qiz. Va mendan yana so'rashni boshladi. "Еще что-нибудь желаете?" deb. Keyin men turdim-da, "Qarang menga" dedim. "O'zbekmisiz?" dedim. "Ha, o'zbekman" dedilar. "Men ham o'zbekman, ko'rib turibsiz" dedim. "Men menga ruscha gapiryapsam?" O'ylanib turdilar-da, yana nimadir kerakmi dedilar. "Yo'q" dedim. Menimcha ozgina uyaldilar ham. Keyin kofeni kutib turibman-da, bitta menimcha o'zbek ayol kelib turib, "Что вы заказывали?" deyapti. Men javob bermasdan o'qrayib turibman-da, "Маленький kapuchino"da, "Вот ваш заказ" deb meni oldimga qo'yib ketyapti. Gap bu uni qilgan muomalasi boshqasida ham emas. Biz O'zbekistondamiz. Ko'rib turibsizlar, men o'zbekman, sizlar ham o'zbeksizlar. Men bilan o'zbek tilida gaplashinglar. Rus tilida gapirmanglar demayman. Sizlarni umuman olganda, umuman biznesinglar rus tiliga qurilmagan yoki Rossiyada qurilmagan, to'g'rimi? Buni mayda narsaga nima gapiryapsan deb gapiradiganlar bo'lishi mumkin. Tushuntiraman, bu juda ham muhim narsa. O'zbek tilini yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'layotganlar mana shunaqa bizneslar ham. Shu bilan birga ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar, o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. O'zi mijozlarini 90% o'zbeklar. Nima keragi bor? Butun biznesi, butun xodimlarni rus tilida gapirtirib. Qani mantiq? Buni yana bir muhim va ayanchli tomoni shundaki, ular o'zbek tilini yo'q qilishga yordam berishayotgani mayli. Rus tilini bilmaydigan mijoz kelib buyurtma bermoqchi bo'lsa-da, unga rus tilida savol berishadigan bo'lsa, mijoz uyalib qolishi mumkin. Rus tilini bilmagani uchun. O'zi unaqa bo'lish kerak emas, aksincha bo'lish kerak. O'zbek insonga rus tilida savol berayotganlar uyalish kerak. Shuning uchun ham o'zbek tilida gapirmayaptimi, narsasini olish kerak emas boshqa. Shuni deb qanchadan qancha rus tilini o'rganmagan, o'zini vatanida o'zbek tilini bilib turib ishga kira olmayotganlar tiqilyotibdi.